Hop, yozish boshlandi menimcha. Hop, bugungi darsimizni boshladik. Bugun o'tadigan darsimiz have and his. Have and his. Hop, bu mavzuni tushunish uchun oldingi, ya'ni pronouns egalik shaxslarni I, you, izlarni yaxshi tushungan bo'lishlari kerak. Bu oson mavzulardan bittasi. Hop. Boshlaymiz. Kanalda jonli efir qilmoqchi bo'ldim. Jonli efirdan ko'ra to'g'risi video recordingda yaxshiroq dars o'taman deb o'ylayman. Chunki tajriba unchalik yo'q. Xullas, dars boshladik. Hop. Bugungi darsimiz have and his. Hop, have and his o'rganadigan bo'lsak, bularning tarjimasini bilishimiz kerak. Have and his tarjimasi o'zi aslida o'zbek tilida bor deymiz-ku. Bor. Xuddi shu bor ingliz tilida have and his deyiladi. Bor. Ikkalasining tarjimasi bor deyiladi. Mana, bor. Ikkalasining tarjimasi bor. Bularning farqi nimada? Have va his ning ma'nosi have va his ega bo'lish, ya'ni bir bor degan ma'noni bildiradi ikkalasi ham. Hop, mana misolga keltirganman. I have book. Menda kitob bor. She has phone. Unda telefon bor. Qachon have, qachon his ishlatilishini hozirlarga tushuntirib beraman. Hop, buni tushunishdan oldin I, you, we, they, he, she, it. Xuddi mana shu mavzularni biz yaxshilab tushungan bo'lishimiz kerak. Hop, hozir misollarda ko'rsataman. Have pronounslarni, ya'ni mavzuni yaxshilab tushuntirib berganman. Mana bu yerda shaklini ham tayyorlab berganman. Buni yaxshilab o'rganib olsalaringiz, bu mavzuda ishlatishlaringiz mumkin. Mazza qilib ishlatasizlar to'g'risi. Hop. Have and his. He, she, it. Hop, men o'tgan safar o'rgatgandim. Hozir ayni o'shani bo'lay. Hop, egalik olmoshlari men, siz, sizlar, bizlar, ular. Ulasizlar ko'pliklari, birliklar hammasi aytilgan. Tushuntirmagan ekanim, ya'ni yozmagan ekanim o'sha narsani o'zal bo'lib ketdi. I bu birlik ishlatilardi. Birlik, men, birinchi shaxs. Birlik, men. You birlik ham, ko'plik ham bo'ladi. Birlik ham ko'plik. Chunki sen deyishimiz mumkin bitta odamga qarata va uni hurmat ma'nosida sizlar deyishimiz mumkin. Xuddi shu narsa ingliz tilida ikkalasi bitta ma'no bildiradi. You. Bu esa buni shakli faqat ko'pligida yoziladi. Undan keyin we degani biz degani. Biz degani demak men bitta o'zim emas, yana yonimda kimdir bor degani. Endi they. Bu narsani yana bitta qayta tushuntirib o'tdi. Hozirgi mavzuni tushunishlaringiz uchun. Hozir pastroq qo'yaylik. They, ular. Bu ko'plik. Mana shu uchalasini bemalol ko'plikda ishlatish mumkin. Birliklarni men boshqa rang bilan belgilay. Hop, ko'p bo'lsin. Birliklar. Endi he, she, it bordi. Bular he'si o'g'il bola uchun, she'si qiz bola uchun, it jonsiz narsa va hayvonlar uchun ishlatiladi. Hop, bular uchun nima ishlatiladi? Have, his ikkalasi ham bir xil. Nimaga ikkita? Bittasi bo'lsa, hammasiga ishlataversak bo'lmasmidi? Shunaqa ishlatsak bo'lmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Hop, bu men chiqargan qoida emas, bu o'zi avvaldan ingliz tilining grammatikasi bu. Hop. Have birlik. Qoida yozib beray sizlarga yaxshilab o'qisa. Birlik va ko'pliklar uchun qo'llaniladi. To'g'ri yozdim menimcha. Hozir hop, tushunib olasizlar. Birlik va ko'pliklar uchun qo'llaniladi.
Misol uchun, birlik va ko'pliklar nima dedim men boya? Bularni aytmayapman. Bular uchinchi shaxs. Yana bir marta tushuntirib beray. Men birinchi shaxs, you ikkinchi shaxs, we, they ular ham ikkinchi shaxsga kiradi. They faqat ko'plik bo'lgani uchun biz they'ga have da ishlatamiz. They mana bularni ko'plik varianti. He, she'di ko'plik varianti. Endi biza nimaga have'ni faqat mana bular uchun ishlatamiz, bular uchun ishlatmaymizmi degan savol kelishi mumkin. Shuning uchun ham ingliz tili grammatikasi ikkita narsa bor. Ikkita bor degan tushuncha bor. Endi I uchun ishlatamiz biza I have nimadir. I have nimadir. You have nimadir. They have. We have. Xo'p, heshiyat bilasizlar, har bitta mavzularda o'zlarini отдельно, ya'ni o'zlari uchun alohida grammatik vositani, yordamchilarni ishlatadi va ularga qanaqadir qo'shimcha qo'shish kerak yoki boshqacha bo'lishi kerak. Bulardan ajralib turish kerak xullas. Ikki dunyo. Bular uchun have ishlatiladi. Eslab qolinglar. Birinchi shaxs uchun, ikkinchi shaxslar uchun va ularning ko'pliklari uchun faqat shular ishlatiladi. Bular esa mana bu heshiyat uchinchi shaxs bo'ladi har doim. Misol uchun men va mening sinfdoshlarim, mening do'stlarim ko'chada gaplashib turgan bo'lsak, biz kimdirni g'iybat qilyapmiz. Misol uchun bizlarni parallel sinfda bolalarini g'iybat qilyapmiz. Ularni g'iybat qilyapmiz. Ular bizlarning yonimizda yo'q, ular uchinchi shaxslar bo'ladi. Heshiyat bo'ladi. Ya'ni they bo'ladi, ular ham bo'ladi. Lekin deydi biza ko'plik bo'lgani uchun have bilan ishlatamiz. Birlik uchinchi shaxslar uchun esa biz has ni ishlatamiz. Has for third egalar. Third passive. Bular tushunlaringga has uchinchi shaxslar uchun. Endi buni misollar tariqasida keltirishim mumkin. Mana bu nimadirlarning o'rniga biz sizlar bilan o'tgan safar o'rgangan otlarimiz bilan ishlaymiz. Hop, I have book. To'g'rimi? I have book. Menda kitob bor. Endi buni o'tgan safar yaqinda kechagina o'tgan mavzu bilan bog'lab olishimiz mumkin. Ikkinchi gapda hozir I have book qanaqa kitobligini bilmaymiz. Xo'p, aralashtirmay tushunmay qolishlaringiz mumkin. U artikel mavzusini bitta oxirgi tayinlangan video darslik orqali ko'rib olasizlar. Xo'p, I have book. Menda kitob bor. You have book. Senda kitob bor. They have book. Ularda kitob bor. Bizda kitob bor. We have book. Endi book bittagina so'zni bilekan demanglar. Ko'p so'z bilaman, juda ko'p so'z bilaman. Prosta sizlar tushunishlaringiz uchun bitta so'zdan foydalandim. Bu yerda nima bo'lyapti? Asosiy qoida. Subject ega plus yordamchi fe'l keyin esa to'ldiruvchi. Subject o'zbekcha o'taylik. Endi buni inglizchasi. Subject have, has, plus object. Xo'p, buni bo'ldi. Har bitta formulada o'rganayotgan paytlaringiz mana shu oddiy struktura orqali o'rganasizlar. Subject ega, ya'ni ega, kesim va to'ldiruvchi. Keyin ketamiz bu yoqqa. Have, has'ning ma'nosi. Endi misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Egalar mana bular o'rgatganlar.
egalar shular. Yordamchi fe'llar bu yerda hozirgi mavzuda have has. Have has bu yerda yordamchi so'zlar. Mana bu ikkalasi bu yerda yordamchi so'z. Endi object bo'lsa, bu have has'dan keladigan qism. Have has'dan keyin nima kelyapti bizda? Book kelyapti. Demak, book bizda nima bo'lyapti? Object bo'lyapti. Book bilan hamma booklar object vazifasini bajaradi. Noun, ya'ni noun to'ldiruvchi bo'lib kelyapti bu yerda. Endi o'zim yozib chiqqan narsalar bo'yicha sizlarga tushuntirib beray. Bularni tushundik. Have has bor degani ikkalasi bir xil ma'no. I have book, menda kitob bor, she has phone, unda telefon bor. Uchinchi shaxs bo'lgani uchun has bo'lyapti, ko'ryapsizlar? Uchinchi shaxs has. Qachon have, qachon has ishlatiladi? Oddiy qoida he sheet bilan has ishlatiladi, qolgan hammasi I use bilan have ishlatiladi. Xo'p, bularni ham tushuntirdim sizlarga hozirgina. Oddiy misollar. Xo'p, misollar keltirganman. Bu yerda mana bittagina so'z emas, har xil so'z ishlatganman. I have pen, you have bag, we have house, we have friends. Menda ruchka bor. Artikel, mana artikel bilan ishlatib berganman. Artikel o'tgan mavzu. Kechagina o'tgan mavzumiz bo'yicha sizlarga misollar. Nimaga mana bu yerda they have friends? Nimaga mana bu yerda artikel yo'q? Savol sizlarga. Nimaga yo'q? Chunki otimiz ko'plikda kelyapti. Ot ko'plikda bo'lgani uchun biz a va n noaniq artikellarni ishlata olmaymiz. Va zeyni ham ishlata olmaymiz bu yerda. Chunki zeyni o'tgan safar aytdim. Eng yaxshisi, eng qiziqarlisi, eng nimadir sifat bilan bog'laysizlar va undan keyin esa dunyoda yagona bo'lgan narsalarga, aniq faktichki ular mavjud bo'lgan narsalarga ishlatasizlar. Va bitta narsani gapirib, ikkinchi marta eslatib o'tayotgan paytlaringizda have the artikelni ishlatasizlar. Boshqa holatlarda bularni ishlatmaysizlar. Ba'zi bir holatlarda ishlatishlaringiz mumkin, keyin uni o'rganib olasizlar. Xo'p, she has car, she has book, it has a tail. Ya'ni it has a tail. Tail so'zi sizlarga notanish bo'lishi mumkin. Bu dum degani, dum. Ya'ni qanaqadir misol uchun itda aytayotgan bo'lsak, itda dum bor. Qarayapsizlar, she has a tail. Eng muhim farqi I have phone, he has phone. Farq faqat egada bo'lsa have. Ya'ni birinchi shaxs boyam aytdim. Birinchi shaxslarga va ikkinchi shaxslarga ko'plik bo'lsa have bo'ladi. He bo'lsa his ishlatiladi, he sheet. Ya'ni uchinchi shaxslarga he sheet ishlatiladi. Xo'p, inkor shakli esa mana shu inkor shakli oddiy I have book bo'ladi. Endi I do not have book bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Bu yerda bizga ikkinchi yordamchi fe'l kerak bo'ladi. O'zi grammatikani to'g'ri bog'lashimiz uchun. Mana bu have o'zi adelni, ya'ni bugun o'tadigan mavzumiz do not have, ya'ni do, mana bu do har bitta present simple mavzulari bo'yicha keladi. Hozir bu ham present simple deb yozyapmiz. O'tgan zamonda yozmayapmiz yoki kelasi zamonda yozmayapmiz. Shuning uchun biz do ni ishlatamiz. Do faqat have has mavzusida ishlatayotgan paytimizda I do not have, ya'ni qisqartmasi I don't have, you don't have, she doesn't have. Hop. Mana bularga, yana bular adelli bo'ladi. Ya'ni mana bularga nima ishlatiladi? Bularga ishlatiladi do. Do fe'l ishlatiladi. Bularga do, bularga esa does ishlatiladi. Nimaga? Mavzularni sizlar bilan plural, ya'ni ko'plik yasayotgan paytimizda tushunib olasizlar. Ya'ni o'dan keyin s qo'shimchasi qo'shiladi. Shuning uchun ham he sheetga uchinchi shaxs bo'lgani uchun biz does ishlatishimiz to'g'ri. Do va does. He sheetga eslab qolinglar. He sheetga does va has ishlatiladi. Has jumlasi. He sheetga does, keyin
bularga esa do ishlatiladi. Shu misol. Keyin esa bularni ko'rdik. Inkor shaklini ko'ryapmiz. Does not ishlatiladi, do not ishlatiladi. Endi yana bitta narsa. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. I don't have car, he doesn't have car bo'lyapti. Nimaga boya bizga xato o'rgatdingiz demanglar. Chunki bu ingliz tilida qoidasi shunaqa. I don't have car, ya'ni bu birinchi shaxs. Birinchi shaxsga have ni ishlatamiz dedim, to'g'rimi? Va do ni ishlatamiz dedim. Endi bu yerda nimaga does ni to'g'ri ishlatib, bu yerda have ni ishlatyapsiz deyishlaringiz mumkin. Bu yerda does kelgandan keyin mana bu s qo'shimchasi, mana bu s qo'shimchasi. Mana bu ikkalasi teng ma'noli. Do. Endi mana bu yerdagi his bor edi-ku. Mana bu yerdagi his so'zini mana bu s qo'shimchasini bu does o'ziga qabul qilib oladi. O'ziga tortib oladi deylik. Mana bunday o'ziga qabul qilib oladi. He doesn't have a car. Unda mashina yo'q. Menda mashina bor, unda yo'q. Yaxshi tushundingizmi bu joyni? Ya'ni do aslida ikkalasini bir xil deb olaylik. Ayda ham do bor deylik. Endi bunda o'ziniki have, to'g'rimi? Bunda esa has. Endi mana bu to'g'ri bo'ldi, to'g'rimi? Bunisi to'g'ri. Birinchi shaxs bo'lgani uchun bu o'ziga s qo'shimchasini qo'shmaydi. Shuning uchun bu have da hech nimasini tortib olmaydi. Misol uchun misol tariqasida keltiraylik. Bu jurasidan qarz olgan, qarzini 100% qaytarib bergan va do'sti uni uyiga nimadir evaziga o'sha qarzini qoplash uchun bundan hech nima olmayapti. Bunda esa bu qarz olgan hali qarzini bergani yo'q deb hisoblaylik. Bu qarz olgan qarzini bergani yo'q. Mana bu odamning o'zi bo'lsa, bu do'sti. Endi bunikini s qo'shimchasi buni puli deylik. S. Bu yerdagi qanaqadir mol-mulk deylik. Endi bu hech nimasiz qoldi. Have bilan qolib ketdi. Hech nimasiz qoldi va jurasi uni s qo'shimchasini tortib oldi o'ziga. Mana shunaqa misol qilib tushuntirsam, sizlarga tushunishlaringiz mumkin. Xo'p, qoida heshit bilan does ishlatiladi, qolganlari bilan do. Heshit eslab qo'yinglar. Eng osoni shu heshitni eslab qo'yinglar. Qolganlari bilan do ni bosib ishlataverasizlar. Xo'p. Keyin savol shakli qanaqa bo'ladi? Xuddi shu savol shakli mana bu do va does'lar oldiga chiqadi. Bo'ldi. Mana bular ikkinchi gapda qolib ketadi. Subject, have, has, object kubida. To'g'rimi? Subject, have, has, object. Endi buni inkori do does bilan yasaldi. Do does bilan yasaldi. Keyin not qo'shimchasi ham bor edi. Do does not have, has. Undan keyin endi buni so'roq shakli qanaqa yoziladi desalaringiz, so'roq shakli mana bu do does oldiga chiqadi. Shunday oldiga chiqadi. Undan keyin bu ketma-ketlik keladi. Mana bu. Xuddi mana shu narsa undan keyin keladi. Does nimadir? Have, has nimadir? Tushunlaringizmi? Faqatgina mana do does oldiga chiqadi, bo'ldi. Do does oldiga chiqadi. Xo'p, bu yerda misollar keltirilgan. Yozib chiquvdim, adashmasam, bosib ko'ramiz. Savol shakli. Do you have a pen? Ikkinchi shaxsga do'ni ishlatamiz dedik, to'g'rimi? Do you have a pen? Senda ruchka bormi? Does she have a pen? She ham uchinchi shaxs bo'lgani uchun biza does'ni ishlatyapmiz. Buni ham demak qarzi bor ekan. Bundan ham hamma mol-mulkini dugonasi tortib olibdi. Endi bitta narsa sizlarga oson bo'lish uchun mana shu narsani tayyorlab qo'yaman kanalga. Heshit bilan has, boshqalari have, inkor bo'lsa do does qo'shiladi. Bo'ldi.
Savol: do does police have? Eng osoni shu. Heshit bilan has, boshqalar bilan have. Faqat inkor bo'lganda ikkalasiga ham have qo'yiladi va oldiga do does qo'shimchalari qo'yiladi. Tushunarlimi? Mavzu sal cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylashimcha boshqa tushuntiradigan narsa qolmadi. Misollar ham tayyorlab qo'yaman. Xo'p, bugungacha o'tgan mavzular, pronounslar, keyin to be, artikellar, ikkala artikellar ham, keyin esa hozirgi o'tadigan mavzularimiz bo'yicha bitta HTML formatda o'zim test yasab sizlarga tashlayman. Xo'p, keyin test ishlab, o'zlaringiz yaxshilab, ya'ni bugungacha o'rgatilgan fikrlarni mustaqillab olasizlar. Hammaga rahmat. Keyingi darsga ko'rishguncha. Hop, keyingi dars nimani o'tamiz? Keyingi dars sizlar bilan biza o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu hozir ko'rib beraman. Hop. Passivsda o'tayotganmiz. Mana shu darsda mana shu narsani o'tamiz hozir ko'rsatmaslik. Keyin o'tadigan narsamiz sizlar bilan mana bu mavzu haqida chiqib yana tushuntirib beraman. Iloji boricha jonli o'tishga harakat qilaman. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.